Arka mebel markazida qidirgan mebelingizni topdingizmi? Ha, topdik. Hozir yana boshqa variantlarni ko'rmoqda. Qidiryapmiz hali. Inshaalloh topamiz, topmay ketmaganmiz lekin. Nima mebel qidiryotdingiz? Qiz bolani xonasiga tryumo bilan kravat qiryotdik. Voy, otasidan chiqib qoldi. Nima bunaqa stolik qidiryapti? Men topdik hozir endi. Xudo xohlasa stalovoy mebelga keldik. Hozir mягкий mebel, jurnalli stoliklar, ko'p narsa. Arka mebel markazimizga qayerda eshitib kelgansiz? Oldin ham shu yerdan savdo qilganmiz, shuning uchun. Ha. А мы здесь неподалеку живем. Bundoq yo'lni usti bo'lgani uchun juda udobno. O'zi olganmiz bu yoqdan oldin ham olganmiz. Oldin olgansizlar. Oldin ham. Ko'plar biladi-ku, eng yaxshi mebellar, premium mebellar assortimenti ko'pligi har tomonlama. Bizani ustроить qilgani uchun ko'plar bilishadi. Anchadan beri bilamiz. Bilardim, o'zi anchadan beri kelganman. Xo'p, markazimiz haqida fikringiz qanaqa? Juda ham yaxshi. Uyga kerakli bo'lgan hamma narsani bitta joydan topsa bo'ladi. Assortiment. Lokatsiya ham yaxshi. Hamma narsani topsa bo'ladi. Plyus minuslari ham chamasi plyusda. Торговый центр удобныйroq, chunki birinchidan parkovkada qiynalmadik, ikkinchidan vыбор juda ko'p, assortiment juda ko'p ekan. Shu tomonlari yoqdi. Markaziylar haqida fikrimiz yaxshi. Kelib, ko'rib, kimga nima kerak bo'lsa bemalol topa oladigan joy desa ham bo'ladi. Rahmat javobingiz uchun sog' bo'ling. Rahmat, sog'